qanaqa qilib nerv tizimini 1-2 minut ichida tinchlantirib holatimizni yaxshilashimiz mumkin. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Sabina Po'latova, yoga terapevt. Nafas usullari juda ko'p. Kelinglar bitta nafas usulini bugun o'tib beraman sizlarga. Ahamiyat berganmisizlar? Dam oldinglar, uxlab turdinglar, lekin baribir qanaqadir stress holatidasizlar. Yuraginglar siqilib turadi. Bu esa nafaqat kayfiyatimizga ta'sir qiladi, bu uyquga ta'sir qiladi, energiya yo'ligiga, umuman butun tanaga ta'sir qilishni boshlaydi. O'zi biz juda ham yuzaki nafas olamiz. Shunda tana o'zini xavfsizlikda his qilmaydi. Shuning uchun organizmda zboylar ketadi, gormonlar, stress gormonlari ko'proq ishlab chiqarib boshlaydi. Kundan kunga uyqumiz yomonlashadi. Bu bizani sog'lig'imizga ta'sir qiladi. Undan tashqari yuzaki nafas olish oshqozon ichak tizimini ham buzadi. Biz hozir endi mashq qilmaymiz, faqat nafas usulini qilamiz, lekin o'zi yoga mashqlarini qilib, o'pka ochiladi. Alloh bizga juda katta o'pka bergan, uni polniy potensialini ishlatib, chuqur nafas olsak, oshqozon mana diafragma ishlaydi. Diafragma jigarni itaradi. Ishlatibdi. Jigar safroni yaxshi ishlab chiqarib boshlaydi, oshqozon yaxshi ishlab boshlaydi, bu bilan ichak yaxshi ishlab boshlaydi. Shuning uchun ko'pincha biz boramiz doktorlarga oshqozon ichagimda muammo deb, lokalni o'sha joyini tuzatmoqchi bo'lamiz. Bu vaqtincha yordam beradi. O'zimda shunaqa bo'lgan. Aslida biz juda ham yuzaki ключичное дыханиеda yurar ekanmiz. Nafas olganda faqat ключицаlar ko'tariladi, nafas olamiz, sразу nafas chiqaramiz. Chuqur nafas olsak, ayniqsa diafragmalniy nafas. Diafragmamiz yaxshi ishlasa, shishlik ketadi. Bu bizani pompamiz. Chunki limfa sistemada, qon tomir tizimida yurak yo'q, kachat qilib bera olmaydi. Shuning uchun u bizda mana shu diafragma bizda pompa bo'lib ishlab beradi. Agar uni ishlatsak, chuqur nafas olsak. Kelinglar nafas usullarini boshlaymiz. Undan oldin aslida qanaqa nafas olishimizni kuzatamiz. O'zimizni zo'rlamaymiz, chuqur nafas olmaymiz, oddiy nafas olamiz. Havo qatgacha boryapti. Biram sekundda o'lchab ko'ramiz. Nafas oldik. 1 2 3 bo'lishi mumkin. Nafas chiqardik. 1 2 даже bo'lishi mumkin. Nafas oldik. Necha sekund nafas olamiz, necha sekund nafas chiqaramiz. Kuzatamiz. Dars oxirida taqqoslash uchun. Ko'pincha juda yuzaki bo'ladi. Ana endi qo'limizni mana shu holatda qilsak bo'ladi. Bu yordam beradi chuqur nafas olishga. Endi ongli ravishda chuqurlashtirishni boshlaymiz nafasni. Loqal 4 sekundgacha bo'lsin. Kimdadir kim yoga qilayotgan bo'lsa, ancha o'pkasi ochilgan bo'ladi, 5-6 sekund bo'lishi mumkin. Давайте mana endi boshlaganlar 4 sekundgacha nafas olamiz. Nafas chiqarganda uzaytiramiz nafasimizni. 6 sekund nafas chiqaramiz. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Nafas oldik. 1 2 3 4. Nafas chiqaramiz, uzun nafas. 1 2 3 4 5 6. Nafas oldik. Nafas chiqaramiz 6 sekund. Yana nafas oldik 4 sekund. Nafas chiqarishni 8 sekund qilishga harakat qilamiz. Nafas chiqarish ham burundan. Nafas oldik. Nafas chiqardik. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8. 7 8. 8.
Nafas chiqardik. Yana 5 marta shunaqa nafas olamiz. 8 sekund nafas chiqarish bilan nafas chiqardik. Agar o'pka kattalashib nafasni davom etayotsalar, man gapiryapman. Nafas olish 5 sekund bo'lsa, nafas chiqarish 10 sekund bo'lsa. Nafas oldik, nafas chiqardik. Молодцы. Bu birinchi nafas usuli edi. Mana shu nafas chiqarishni uzaytirganimiz uchun parasimpatическая nervная sistema ishlab boshlaydi. Ya'ni bizani tinchlantiruvchi nerv tizimi aktivlashadi. Shuning uchun bu nafas usulini bemalol yotishdan oldin, uyqudan oldin ham bajarsa bo'ladi. Ertalab kortizol o'chirish uchun o'sha uyg'onganimizda stress gormoni oshib ketadi. O'shani o'chirish uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Ikkinchi nafas usuli xuddi shunaqa nafas olamiz, lekin nafas chiqarish og'izdan, og'izni trubochka qilib olamiz. Uyingizda trubochka bo'lsa, trubochka og'zingizga qilsanglar bo'ladi. Buni kesib, agar uzun bo'lsa, uzun bo'lsin, trubochka qo'yib, trubochkadan nafas chiqaramiz. Og'zimizni o'zimiz siqib olib, kichkina trubochka qilib ochishimiz mumkin. U bizga yordam beradi nafasni lo'p bitib qilib chiqarib yubormaslikka. O'zi juda ham foydali bo'ladi. Men sizlarga video tagida foydalarini yozib yuboraman. Nimaga bizga shu uglekislый gaz kerak organizmimizga? Hamma o'ylaydi, что faqat kislorod kerak deb o'ylashadi, lekin uglekislый gaz tanamizda ozgina задержаться qilsa qanchalik foydali bo'ladi. Hozir darsni vaqti yetmaydi, shuning uchun kelinglar nafas usuliga o'tamiz. Nafas oldik. Agar nafasimiz chuqur bo'lsa 5 bilan 10 bo'lsin. Agar endi boshlaganlar bo'lsa, uzaytirishga harakat qilamiz. 4 sekund nafas olamiz, 8 sekund nafas chiqaramiz. 8 sekund. Men qo'lim bilan bundoq ko'rsatib turaman. Boshida, keyin уже ko'zimizni yumib, butun diqqatimizni o'zimizda ushlab, nafas chiqaramiz. Og'iz trubochka. Nafas olganda og'iz yopiq, nafas oldik. Nafas chiqarganda nafas oldik. Nafas chiqarganda nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Butun diqqatimiz o'zimizda. Nafas olamiz 4 sekund. Og'zimizni trubochka qilib 8 sekundda nafas chiqaramiz. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Davom etamiz.
Nafas oldik. Nafas chiqardik. Nafasimizni qo'yib yuboramiz. Chuqur nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Ko'zimizni yumib, holatimizni kuzatamiz. Nima o'zgardi? Qanaqa nafas olyapmiz? Qanaqa nafas chiqaryapmiz? Ichki holatimiz qanaqa o'zgardi? O'zimizga kulib qo'yamiz. Hammaga kulib qo'yamiz. Bitta o'zimizga kulib qo'ymaymiz. Ayniqsa oynaga qaraganda o'zingizga kulib qo'yinglar. Hozir ham kulib qo'yamiz. Nafas chiqaramiz. Mana shunaqa chuqur nafas olish va albatta mana shu kulib turish ham bizani organizmimizga baxt gormonini ishlab chiqaradi. Bu yerda hozir kortizol, stress gormoni tushdi. Bu albatta всего лишь bitta ikkita nafas usullari. Nafas usullari juda ko'p yogada. Bu nafas usullarini batafsil kursimda o'tib beraman. Chunki unga ko'p vaqt kerak и praktika kerak. Uni har kuni qaytarib yurishga va umuman o'zi o'pka ochilish uchun mashqlar bor. Yogadagi ko'p mashqlar o'pkani ochib beradi. Chunki bizni nafas olganimizda faqat ключичное дыханиеda yursak, ko'pincha shu bo'ynimiz og'riyapti deyveramiz, bo'ynimizga massajga boramiz, yordam bermaydi deb, vaqtincha yordam beryapti deb. Chunki bizni ключичное дыханиеda yursak, qilib juda ham qisqa nafas olib, yuzaki nafas olib yursak, bo'yin zo'riqadi. Shuning uchun juda ko'p bo'yin og'riydi. Bo'yin og'riganiga boshga og'riq beradi, chunki bo'yindan ko'p qon tomirlar o'tadi. Yaxshi qon aylanmaganiga miyada уже xotira pasayadi, zrение pasayadi. Bizani organizmimiz bir yaxlit sistema. O'shanga tizimli butun tana bilan kompleksni ishlash kerak. Aynan Baxtli men loyihamdagi darslar mana shuni hisobga olib, hamma darslar berilgan. Holatimizga qarab mashq qilamiz. Bo'ladi shunaqa, что bugun silovoy qanaqadir kuchli mashqlar qilgimiz kelmayapti. O'zimizga o'sha shish haydaydigan, bo'g'imlar uchun yoga, qanaqadir bo'shashtiradigan rastяжка, tinchlantiradigan rastяжкаlar, nafas usullarini bajarsak bo'ladi. Yoki aynan aktiv bo'lib, energiyaga to'la bo'lmoqchi bo'lsak, ancha aktiv mashqlar bor. O'shalarni tanlab bajarsa bo'ladi. O'shaning uchun onlayn juda qulay. Mana offlaynga qizlar kelishadi. Baribir plan bo'yicha mashqlar qilamiz. Bir kuni silovoy, bir kuni yaxshilab rastяжка cho'zilib tinchlanamiz, nafas usullari bilan birga. Keyin qanaqadir kunlar boradi, mana detoks yoga qilamiz. Mana shu oshqozon ichak tizimini tozalaydigan mashqlar ham bor, nafas usullari bor. O'sha qorin ham ketkazadi, rosa zo'r. Butun tanani zo'r torttirib, ich ham tozalanadi. Va kursimda tozalanish usullari ham bor. Kosmetologga boramiz, lekin ichdan tozalanish muhimligini unutib qo'yamiz. Ichki tozalanish tabiiy bo'lishi kerak. Mana qanaqadir dorilar ichib, ichga yetkazib, bu yaxshi emas. Tabiiy yoga usullari bor. Mashqlar bilan именно tuzli suv bilan mashqlar qilinadi. Uni birga qilamiz. Kursimni qanaqa mo'shni kurs yaratganimni men yetkazib bera olmayman bitta videoda. Shuning uchun qo'shilib ko'ringlar. Loqal shu videodagi bergan nafas usullarini qilinglar. Stressda yurish bu juda ham organizmga zararli. Shuning uchun tinchlanib, nervlarni tinchlantirib, mashqlar bor, o'zi nerv tizimiga ta'sir qiladigan mashqlar ham bor. Mana shu YouTube kanalimda обязательно obuna bo'lib qo'yinglar, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Yana yangi darslar bor. Qo'yamiz albatta u darslarni ham. Hammasini bajarib yurgan yaxshi, muntazamlikda gap ko'p. Har kuni 10-15 minutdan shug'ullangan yaxshi, chunki bir oyda bir, 2 haftada bir soat, 2 soat shug'ullangandan ko'ra muntazamlik
это, как говорится, вода камень точит deydiyu. Ozginadan shug'ullan, lekin regulярность bo'lsa, muntazamlik bo'lsa, albatta sekin-sekin sog'liq yaxshilashadi, kasalliklar chekina boshlaydi. Hammasi o'zimizni qo'limizda. Tanamiz komil yaratilgan Alloh tomonidan. Harakat kerak bizani tanamizga. Bu tana uchun biz javobgarmiz, bu omonat. Shuning uchun tanani haqqini berish kerak. Loaqal хотя бы shu YouTube kanalimdagi dars ham qilinglar. Yana ham chuqurroq o'rganib, qanaqadir sog'liqdagi masalalarni to'g'rilamoqchi bo'lsanglar, albatta Baxtli men loyihamga qo'shilinglar. Qo'shilish uchun mana shu yerdagi telefon raqamlarga Telegramdan yozinglar yoki video tagidagi ссылкаga bosib, o'zimning Telegramimga yozsanglar, murojaat qilsanglar bo'ladi. Qanaqa sog'liqdagi masalalar bor, yozinglar kommentariyda. Albatta bugungi dars qanaqa ta'sir qildi tananglarga. Обязательно kommentariyda yozinglar, kutaman. Men o'zim sizlarga javob beraman. Hammaga xayr, keyingi darsgacha sog' bo'linglar.